Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar, O'zbekpedia internet kanalining aziz tomoshabinlari. Umidimiz har yerda bo'lsangizlar, sog' salomat kundalik ishlaringizni yaxshi suratda kechirib yurgan bo'lsangizlar. Biz hozir Istanbuldamiz. Istanbulda Turkistonliklar uyushmasida bu yerda Turkiston haqida yozilgan 4 ta kitobni tanitish uchun shonli bir ehtifol bo'lib o'tdi. Albatta Turkiston haqida bu 4 ta kitobni yonimizda o'tirgan ustozimiz professor Akmal Jo'rayev hazratlari yozib o'tganlar va bu haqda biz Turkiston atamasi haqida va chop bo'lib mana bu kun Istanbulda taqdimoti bo'lib o'tgan kitoblar haqida ustozimizdan albatta ma'lumotlarni olamiz. Birinchidan ustoz vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Bularni birinchidan siz ko'ruvchilarimizga o'zingizni yaxshiroq tanitib bersangiz. Rahmat. Men Qahramon Rajabov, tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston Ilmlar akademiyasi Tarix instituti bosh ilmiy xodimi bo'laman. Tarixchi sifatida 40 yildan buyon mana shu tarix institutida faoliyat ko'rsataman. Yaqinda mana Istanbulda 4 ta kitobim o'zbek tilida chop etildi. Bu kitoblar Turkiston muxtoriyati tarixi, Turkiston qo'rboshilari, Turkiston tarixida o'tgan 55 buyuk siymo hamda 1924 Turkistonning parchalanishi nomida edi. Bu kitoblarning aksariyatida o'sha 20-asr boshlarida Turkistonda bolsheviklar xurujiga qarshi, qizlarmiyaga qarshi bizni ota-bobolarimiz turkistonliklar olib borgan mujodalalar, qo'rboshilarning harakati, muxtoriyat uchun kurash, bundan tashqari bolsheviklar tomonidan o'sha Moskvani buyrug'i bilan oldin Lenin chizib bergan, uni o'limidan keyin Stalin amalga oshirgan o'sha Turkistonning parchalanish jarayoni, ya'ni u milliy hududiy chegaralanish deyiladi. 1924-yil kuzida bo'lgan. Mana shular haqida so'z boradi. Bu kitoblarni faqat bittasi bu Turkiston tarixida o'tgan 55 buyuk siymoda esa Turkiy xalqlar tarixida o'tgan eng buyuk 55 hukmdor. Bu Alp Ertunga, o'sha Afrosiyob, To'marislardan boshlanib oxirgi o'sha Turkiston hukmdorlari, ya'ni Buxoro amirlari Amir Said Olimxon bilan tugaydi. Bunda faqatgina Turkistonni o'zida emas, balki undanda katta hududlar, hozir Kichik Osiyo, hozirgi Turkiyada o'sha hukmronlik qilgan Usmoniylar haqida ham, Saljuqiylar, boshqa Qoraxoniylar, G'aznaviylar hukmdorlari haqida ham so'z borgan bu kitobda. Bu kitoblarni oldin Toshkentda bular o'zbek tilida bir necha marta chiqqan edi. Buni Istanbulda o'zbek tilida qayta chop etilishiga ehtiyoj shundan iborat bo'ldiki, bugungi kunda Turkiyada, Istanbulning o'zida ham juda ko'p o'zbeklar bor. Bu yerda faqatgina O'zbekistondan kelgan o'zbeklar emas, bizni o'sha qardoshlarimiz, oldin Janubiy Turkiston, ya'ni bugungi Afg'oniston hududidan kelgan o'zbeklar ham yashaydi. Mana bular uchun hamda turk qardoshlarimizni, qozoqlar, qirg'izlar bu hududlarda yashaydigan bularni ham O'zbekiston tarixi, Turkiston tarixi bilan tanishtirish o'sha ehtiyoji bu kitoblarni Istanbulda chop etilishiga olib keldi. Bugungi taqdimotda faqatgina O'zbekiston yo Turkiyada emas, balki Amerikadan ham, Germaniyadan ham bir qator olimlar qatnashganligi, Istanbul universiteti, Me'mor Sinon universiteti, yana boshqa Turkiyadagi bir qator universitetlardan professorlar, tarixchi olimlarning qatnashganligi va ularning fikrlari bu so'zlarimizga bir dalolat bo'ladi. Va Turkiston tarixiga oid bunday kitoblar bu davomli suratda chop etilmoqda. Shu kunlarda Toshkentda mana 15 ta kitobim chop etildi. Bu yerda o'sha bulardan 10 tasi ham olib kelindi. Bular tarixiy shaxslar. Bu Shayboniylardan boshlab Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abdullaxon, bu yerda 3 ta Shayboniy hukmdorlar. Undan keyin jadidchilik harakatini Turkistondagi, Buxorodagi yirik namoyandalari Fayzulla Xo'jayev haqida, Usmon Xo'ja haqidagi kitoblar. Sovet davrida O'zbekiston SSRga rahbarlik qilgan Sharof Rashidov, Nuriddin Muhiddinov singari shaxslar faoliyatiga bag'ishlangan kitoblar. Bundan tashqari 1917-24-yillarda Turkistonda bo'lgan dahshatli ocharchilik va uni oqibatlari yoritilgan kitob. O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar. Bu 1917-91-yillar, ya'ni Sovet davri. Xuddi shu davrda O'zbekistonda kommunistik boshqaruv va maxfiy xizmat tarixi va mana shunday bir qator kitoblar ham bor edi.
va umid qilamizki, bunday kitoblar kelgusida o'zbek tilidan tashqari turk tiliga, boshqa tillarga tarjima qilinadi va bular chop etilib bugungi xalqimizni, bugungi turk dunyosini, Turkiston tarixining o'sha bolsheviklar bilan bog'liq alamli sahifalarini, fojiali sahifalarini, lekin shu bilan birga turkistonliklarning vatan ozodligi uchun kurashiga bag'ishlangan qahramonlarning kurash tarixiga oid sahifalarini ular tomonidan o'qilishiga bir umid uyg'otadi va bu tarixiy kitoblardan saboq chiqarishga bizni xalqimizni undaydi degan fikrdaman. Rahmat. Rahmat. O'shanday o'zim aytdingiz, bugungi tadbirda turk dunyosidan O'zbekiston, Afg'oniston, Turkiya va Turkiy mamlakatlardan mehmonlar qatnashib, yaxshi bir ochilish bo'lib o'tdi. Endi siz ko'ruvchilarimizga Turkiston haqida ma'lumot bersangiz, Turkistonning tarixi va hozirgi jo'grafiyasi haqida ko'ruvchilarimizga ma'lumot bersangiz, chunki bu haqda sizni ko'plab tajribalaringiz, tadqiqlaringiz, asarlaringizni ko'rdik. Bu haqda ko'ruvchilarimizga ham ma'lumot bersangiz, Turkiston deganda nimalar insonning fikriga keladi? Rahmat. Ko'pchilik Turkiston deganda bir jo'g'rofiy tushunchani o'ylaydi. Yo'q, bu tarixiy tushuncha bu. Tarixiy atama. Bir paytlar na O'zbekiston bo'lgan, na Qozog'iston, na Afg'oniston bo'lgan. Mana shu hududlarda bu Turkiston, undan ilgari esa Turon deb atalgan, o'sha Avesto, qadimgi Zardushtiylik dinining kitobida bu yerda turlar yashaganligi, ya'ni xalq nomi va ular yashagan hudud Turon deyilganligi. Hozirgi Eron hududida esa o'sha forslar yashaganligi va bu yerda Eron ekanligi birinchi marta u 3000-4000 yil oldin yozilgan bu kitoblarda aytilgan edi. Turklar yashaydigan hudud bu Turkiston bo'lgandan keyin bu Turkistonga bugungi mana bu mintaqadagi 5 ta davlatdan tashqari, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan tashqari o'sha Janubiy Turkiston, ya'ni hozirgi Afg'onistonning katta bir qismi, Sharqiy Turkiston. Bu endi undan da katta hudud. Bu hozir Xitoy tarkibida bo'lgan o'sha qadimdan Uyg'urlar yashab kelgan Sharqiy Turkiston. Bundan tashqari G'arbiy Turkiston bor. Bu hududning katta bir qismi hozir ham Rossiyaning qo'lida, mana tatarlar, boshqirdlar yashaydi. Volga daryosi bo'ylarigacha bo'lgan hudud. Bu yog'i Kaspiy dengizi. Bu yog'i hatto Eronning bir qismi, Xorason deyiladigan hududlar. Mana shu joylar aslida bu tarixiy Turkistonni bildiradi. Biz hozir Turkiston atamasi asta-sekin endi yana qo'llanilyapti. O'rislar bu yerni bosa olgandan keyin ko'p jihatlarda bu atamani yo'qotishga urindi. Hatto Sovet davlati o'sha boya aytdim, 1924-yilda Turkistonni parchalab 5 ta respublika, bu Sovet respublikasi edi, avtonom respublika edi, ichida avtonom oblast ham bor edi. Tuzgandan keyin 25-yildan boshlab Turkiston atamasini ishlatishni man qildi. Hatto 1925. Shundan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston Sovet respublikalari degan Sovet davlatida bir atama paydo bo'ldi. O'rta Osiyo va Qozog'iston respublikalari, ya'ni Sovet respublikalari. Turkiston atamasini hatto bugun ham ko'pchilik ishlatishdan qo'rqadi. Bir tomondan Rossiyaning xurujlaridan ular cho'chib qolgan yoki o'sha Rossiyaparast tafakkurga ega bo'lgan, o'sha kommunistik g'oyalarni hozir ham to'g'ri deb hisoblaydigan ma'lum bir insonlar bor. Ikkinchi tomondan go'yoki bu iborani ishlatsa uni turkparastlikda ayblaydigan bir siyosiy kuchlar borligidan u Markaziy Osiyo degan tushuncha ham paydo bo'layapti. Bu siyosiy tushuncha. Markaziy Osiyo degan tushuncha. Bu O'rta Osiyo, bu boya aytdik, bu jo'g'rofiy atama dedik. Bu mintaqaning nomi azaldan Turkiston bo'lgan, mana shu katta hududda yashagan, bu tarixiy bir katta tushuncha. Bu haqda mana bugun bu yerda ko'p gaplar aytildi. O'sha mashhur 20-asr tarixchisi Boymirza Hayitning kitoblarida ham ma'lumotlar bor. Hatto o'sha 2-jahon urushida mana biz Germaniya bilan Sovet davlati urushganda asir olingan turkistonliklardan Vali Qayumxon rahbarligida Turkiston legioni tuzilgan. Mana shu so'zda ham mana bu Turkiston degan atamaning qo'llanilishi bejiz emas edi. Bugun yana bu atama o'zini tarixiy ma'nosini qayta topmoqda. Mana Turkiyaning o'zida ham bundan keyin bu davrdagi voqealarni tasvirlashda O'rta Osiyo respublikalari, Markaziy Osiyo respublikalari degan atamani o'rniga Turkiston atamasi qo'llanilishi haqida Turkiya Respublikasi prezidentining allaqachon qarori chiqqan. Maktab darsliklarida bu atamani kiritish masalasida, bu xususda O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ancha ishlar qilindi. Shu uchun
Turkiston atamasi bu faqatgina bugungi O'zbekistonga tegishli emas, bugungi ikkita uchta respublika emas. Mana shunday turkiy xalqlari yashaydigan bu tomoni Afg'oniston, bu Pokistonning ayrim hududlari, bu yog'i Eronning bir qismi. Bu tomoni Kavkaz tomongacha va Kaspiy dengizigacha bo'lgan hudud. Bu yog'i Rossiyani o'sha Sibirgacha bo'lgan hududlarida yashaydigan o'nlab turkiy xalqlar yashaydigan hududni bu tarixiy atama nomi hisoblanadi. Rahmat, Turkiston haqida ko'p yaxshi ma'lumotlar berdingiz. O'shanday o'zim aytdingiz, Turkiston atamasini yo'qotish uchun, tarixdan yo'qotish uchun harakatlar bo'ldi. Mana so'nggi zamonda Xudoga shukr yana ham Turkiston so'zi atamasi o'sha qayta o'z joygosini, o'z mavqeini tiklamoqda va Turkiya Maarif Wazorati vazirligi ham O'rta Osiyo atamasi yerda Turkistonni qaytadan qo'llashga nima qildi dedingiz. Sizcha mana shu siz o'z asarlaringizni yozguncha qaysi manbalardan istifoda qilasiz Turkiston tarixini anglatish uchun? Faqat O'zbekistonda bor manbalar bormi yo arxiv manbalari yo boshqa mahallardan, mintaqalardan ham manba olib bu haqda yozasizmi? Birinchidan, mana shu men 20-asr tarixi, ya'ni 20-yüzyillik tarixi bo'yicha mutaxassis ekanman. Bu davrdagi asosiy manba bu arxiv hujjat. Azaldan o'sha ota-onasi ham bu hududda yashab kelgan o'zbeklar bir qator nimalar mana bugun Turkiyada yashaydi. Bular tadqiqotlar olib boryapti. Bular bilan biz hamkorlik qilamiz va o'ylaymanki, mana shunday keng manbalar turlaridan foydalanilsa, bu kitoblarning ilmiy qiymati yanada oshadi. Ko'p yaxshi. Mana shu haqida to'xtalmoqchi edik. Janubiy Turkiston dedingiz, Afg'onistondagi o'zbeklarni haqida, ularning tarixi haqida nimalar bilasiz, nima demoqchisiz? Chunki hozir bizni ko'rib turayotgan aksar do'stlarimiz Janubiy Turkistonliklar bo'ladi va Janubiy Turkiston bir muddatlar Afg'onistonda ham o'sha atamasini yo'qotish uchun ko'plab harakatlari bo'ldi davlatlar tomonidan. Hattoki Turkiston, Afg'oniy Turkiston degan atama bor edi ham Turkistoni Sag'ir deyardilar. Ularning yerda hozir Sapoat Shimol va Shamoliy bloklar degan atamalar chiqqan. Siz ko'ruvchilarimizga Janubiy Turkiston haqida ma'lumot bersangiz xursand bo'lardik. Endi boya men aytdim, 20-asr tarixi bilan bevosita bog'liq ekanligini, xususan o'sha Said hokimiyati o'rnatilganda bu paytda Afg'onistonda o'sha podshohlik hukmronligida o'zi Afg'on davlati aslida 18-asrda tashkil topgan. Undan oldin tarixda Afg'oniston va Afg'on davlati degan tushuncha bo'lmagan. Lekin Turkiston bu ming yillardan buyon bor. Buni unutmaylik. Bizning ota-bobolarimiz o'sha G'aznada bo'ladimi, Kobulda bo'ladimi, turkiy davlatlar qurishgan edi. Endi bu tarixiy jarayon boya aytdik. O'sha 18-asrda haligi Afg'onistondagi sulola birinchi marta hokimiyatga keldi afg'onlar va bular hokimiyatni egalladi. Endi bolsheviklar Turkistonni asosiy markaziy qismini bosib olgandan keyin muayyan bir davrda Turkistonda kurashayotgan hali u paytda O'zbekiston tuzilmagan edi. Qo'rboshlarning bir qismi o'sha Amdaryodan kechib o'tib, haligi Janubiy Turkistonga o'tishiga to'g'ri keldi. Hatto Buxoroning amiri Amir Olimxon bilamiz, 1921-yil shu Afg'onistonga borib, Kobulda umrini oxirigacha yashadi. Mana shu jarayonda Afg'on hukumatini o'sha Turkistonliklarga bu yerdan borganlar haqida gap ketyapti. Lekin bir narsani doim ta'kidlaymiz, Janubiy Turkistonda azaldan afg'onlar emas, o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar yashaganligini biz doim ta'kidlaymiz. Chunki afg'on qabilalari, urug'lari bilan tog'lari bu tomonda ko'proq yashagan, hozirgi Pokiston bilan chegaralarida, Kobul atroflarida, boshqa joylarda yashagan. Baliq, Mozori Sharif, Shiburg'on, Kunduz va boshqa bir qator o'sha shaharlar bu azaldan o'sha o'zbeklar yashagan joylar edi. Lekin siyosiy vaziyatlar, tarixiy jarayonlar o'zgarishi oqibatida 20-asr 20-30 yillarda o'sha Afg'onistonda ham boshqacha holatlar bo'ldi. O'rtada undan sal oldin ingizlar bilan bir qator urushlar bo'ldi. Keyin Afg'oniston va Said davlati o'rtasida o'zaro bir iliq munosabatlar o'rnatilib, bir paytlar Zohir Shoh 40 yil hukmronlik qildi. O'sha ikkinchi jahon urushi paytida biz bilamiz, Afg'onistonga Sovet qo'shinlari kiritilgan, Eronga kiritilgan, ular bu yerda turgan va ikkinchi jahon urushidagi harbiy harakatlarga bu davlatlarning bevosita qatnashgani yo'q, ya'ni Afg'oniston ham Eron ham. Undan keyin esa Afg'onistonda o'sha hokimiyat
tepasida o'sha 70-yillardan keyin kurash ketganda, hali u Tolibonlar kelmasdan oldin biz bilamiz, Babrak Karmal, boshqa nimalar, Hokim Najibullolar davrida mana shu paytdan boshlab bu yerdagi tub aholi bo'lgan o'sha tojiklar va o'zbeklarning ahvoli og'irlashadi. Buni endi men bir tashqaridan bir kuzatuvchi sifatida bugun sokin bir bosiq ovoz bilan aytishim mumkin. Lekin bu zaminda tug'ilgan o'sha o'zbeklar, tojiklar, ya'ni Afg'oniston davlati sifatida ular shu yerda tug'ildi yoki ularni ota-bobosi shu yerda tug'ildi, o'zlari keyin muhojirlikka ketishiga to'g'ri keldi. Bugun Turkiyada yo boshqa joylarda yashaydi. Mana shular tanasiga buni chuqur bir his qildi. O'rtada 79da boshlangan urush 10 yil davom etdi. Keyin Amerika kirgan urush 20 yil davom etdi. Tolibonlar hokimiyati oldi. Men hozir bir dard bilan aytishim mumkin. Boya ham aytdim. Men masalan Iroqqa borishni xohlayman. Alisher Navoiy qabrini ziyorat qilishni. Men Balxga borishni, Mashrab dafn etilgan joylarni ko'rishni yoki G'aznaga borib, Beruniy uyda dafn etilgan va boshqa mana bu buyuk bizni shaxslarimiz. Lekin mana bu harbiy harakatlar natijasida hatto o'zbeklarga nisbatan qandaydir noto'g'ri siyosat yuritayotganligi, tojiklarga nisbatan Tolibonlar tomonidan mana bular yo'q qilinmasligi. Bu endi qiyin masala. Shuning uchun men Turkiy o'sha qardoshlarimizga, eng avvalo o'zbeklarga, bizni birodarlarimizga yaxshi kunlar kelishiga bir umid qilgan holda birlashishni xohlayman. Dunyo tinchlik bo'lishini, mana bugun xususan har qachongidan ham urushlar ko'paydi. Bu yoqda Eron, Amerika urushi, bu yoqda Rossiya, Ukraina urushi 5 yil davom etyapti. Katta davlatlar bostirib kirayapti. Yana qancha Falastin muammosi turibdi, Isroilning davolari turibdi. Mana shunday murakkab bir sharoitda musulmonlar birligi ham muhim ekanligini aytib o'tmoqchiman. Rahmat. Sizningcha Turkiston tarixida eng ko'p noto'g'ri talqin qilingan voqealar nimalardir? Endi bu voqealar bo'yicha biz bir necha kun gapirish mumkin. Keling, men bitta ikkitasini aytay, keyin shu bilan suhbatimizni ham nihoyalaylik. Turkiston tarixida endi Afg'onistonda balki ba'zi bir narsalar noto'g'ri talqin etilgandi. Masalan, bizda so'nggi yilda ayrim narsalar noto'g'ri talqin etildi. Masalan, eng ko'p talqin etilgan narsalardan biri, men o'zimizni misolda aytadigan bo'lsam, o'sha Sovet hokimiyati yillarida bu Rossiyani bosib olganligi noto'g'ri. Bu bosib olmagan Rossiya, Turkistonni bular qo'shilgan. O'z Turkiston xalqlari ixtiyori bilan Rossiyaga kirgan degan bir noto'g'ri tushuncha bo'ldi. Bu bitta narsa. Sovet davrida keyin bizni ota-bobolarimiz savodsiz bo'lganligi, Amir Temur bosqinchi ekanligi to'g'risidagi da'volar aytildi. Lekin bu ikkinchi masala. Va uchinchisi, yana eng asosiysi, o'sha qizlarimizga qarshi Turkiston mustaqilligi uchun 20 yil kurashgan istiqlolchi bobolarimiz, qurboshlar faoliyati, asossiz ravishda qoralarni bilan bosmachi deyildi. Men masalan shu harakatni 40 yildan buyon o'rganaman va mana shu masalada bu eng asossiz da'volarni men faqatgina O'zbekiston misolida, bu 20-asr tarixi misolida aytyapman. Yana Turkiy xalqlarning o'sha birligi, ularning tarixdagi o'rni noxolis ko'rsatilishini aytib o'tishim mumkin. Pan-eronizm, pan-yevropasentrizm tushunchalari borligini va bular masalan jahon taraqqiyotida, jahon tamaddunida Turkiy xalqlar o'rnini doim kamsitib kelishini aytib o'tishim mumkin. Rahmat. So'nggi savolroq, uch marta qo'rboshchilar haqida ma'lumot berdingiz, gapirib o'tdingiz. Bu qo'rboshchilar kim o'zi va ham Ibrohimbek va boshqa Afg'onistonga o'tgan qo'rboshchilarimiz tarixida qanday o'rin tutadi, bu haqida ma'lumot bersangiz. Qo'rboshchilar bu harbiy unvon bo'lgan. Masalan, o'sha Qo'qon xonligida ham, Buxoro amirligida ham bu o'rislar bostirib kelmasdan oldin qo'rboshi unvonli odamlar bo'lgan. Qurol yarog' saqlanadigan omborni boshlab odatda qo'rboshi deb aytiladi. Qo'r, ya'ni qo'r so'zini bir nechta ma'nosi bor. Turkiy tilda, o'zbek tilda ham boylikka nisbatan qo'r deydi. Bir joyda to'plangan mulkka nisbatan qo'r deydi. Mana shu qo'rboshlar 18-yildan boshlab qizlar qarshi kurashadigan harbiy guruhlar
davlatlarni rahbar bo'ldi. O'sha Qo'qonda tashkil qilingan Turkiston muxtoriyat hukumati 1918 fevralda Sovet davlati tomonidan majburan tugatilib, Qo'qondagi odamlar o'ldirilib, 15 mingdan to 50 minggacha odam o'ldirilgan. Bir hafta o'ldirilishda Qo'qon shahri. Mana shundan keyin xalqni qurolli harakati boshlandi. Bolsheviklarga qarshi Sovet rejimi. Bu harakatning yo'lboshchisi bo'lishi kerak. Yo'lboshchi qo'lboshchilar, ular harbiy qo'mondonlar. Endi mana Ibrohimbekni aytdingiz, to'g'ri, Ibrohimbek o'sha Sharqiy Buxoroda harakat qildi. 1926da Afg'onistonga o'tdi. 5 yil bu yerda yashagandan keyin siyosiy vaziyat nazaridan yana orqaga 31-yil qaytdi hozirgi Tojikiston dediga. Lekin janglarda yarador bo'lgandan keyin qo'lga olinib, 1 yildan keyin o'zini 16 nafar sabtosh bilan 1932-yil otib tashlandi Toshkentda. Bundan tashqari o'sha Sheikh Muhammadbek Qo'rboshi, u Farg'ona vodiysidan bo'lgan. Bular haqida mana alohida kitoblarim bor. Sheikh Muhammadbek degan, Ibrohimbek Qo'rboshi degan, Madaniy degan, Amro Polvon degan, Samarqand Qo'rboshlari degan, Farg'ona Qo'rboshlari alohida kitoblarim bor. Mana shularni ko'rsatamiz. O'sha Sher Muhammadbek ham 1923-yil Afg'onistonga o'tishga to'g'ri keldi. Chunki chegarada Afg'oniston bor edi. Bu yog'i Eron, bu Turkmaniston bilan chegarada bo'lgan. Bu yog'i Xitoy, bu endi hozirgi Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan chegara bo'lgan. Hozirgi O'zbekiston esa o'sha paytda faqat Afg'oniston bilan tashqi dunyoda chegara edi. Bu yog'i Rossiya. Natijada ular boshqa davlatga chiqib ketish faqat shu yo'l orqali bo'ladi. Ikkinchidan, Afg'oniston ular uchun begona emas edi. Boya aytdik, Janubiy Turkiston bu yer azaldan bu yerda yashagan, xudandachilik bo'lgan xalqlar, masalan, bir shahardan ikkinchi shaharga o'sha paytda ko'chib borgan. Masalan, Janubiy Turkistondan bu markaziy Turkiston, yana hozir O'zbekistonga kelgan, bu yoqdan u yoqqa ko'chgan. Bitta davlat, Buxoro amirligi, Buxoro xonligi, undan oldin Temuriylar, Shayboniylar davlati tarkibida bo'lgan bu hududlar. Mana shuning uchun bunday aloqalar kuchli edi. Lekin bu aloqalar yo'qoldi. Qo'rboshlar esa bir simbol sifatida o'sha Sovet davlatiga qarshi kurashda harbiy qo'mondon sifatida ta'riflandi. Va shuning uchun ham kommunistik muxbirlar ularni bosmachi deb atadi, ularni ayovsiz o'ch oldi. Nafaqat ularning o'limini, balki ularning xotirasini ham taqdirladi. Bu voqealar SSR parchalangandan keyin ham 91-yilda SSR yo'q bo'ldi davlat sifatida. Dekabrda Rossiya bu siyosatni bugun ham davom ettirayotganligini yaxshi bilamiz. SSR tugagandan keyin mana 35 yil o'tsa ham ular hozir ham o'sha Ibrohimbek Qo'rboshini, boshqalarni bosmachi deb yozadi o'zini kitoblarida. Va bular xalqni talagan degan uydirmani va siz boyaga qo'ygan yana bitta o'sha eng katta noto'g'ri yoritilgan masalani bugun ham davom ettirayotganligini biz rus tarixchilarining ko'pchiligiga bilamiz.